Kinolaringizda, o'sha siz tushgan kinolarda tabiiylik o'ta kuchli. Birinchi o'rinda men eslaysizmi, birinchi chiqayotgan paytlarim kommentlarni o'qirdim. Taqdirlarda men chiqqanman, hamma biladi. Men uyalmayman, faxrlanaman. Kommentda o'qisam nima deyishardi? Ko'chadan topdinglarmi buni? Yo'q. Prям bu aktyor emas-ku bu, hammani ham tiqavermanglar. Chunki hamma takoyman, unaqalar o'ynaydiganlar orasida men ko'chadan kelib qolgandek tuyulardi. Da, Shevada. Ha, Shevada prям hamma bilan gaplashmoqmiz-ku siz bilan. Mana siz men deyapsizmi? Endi bu tushuntiriladigan narsa emas. Детский sadda bu aktyorskiy shkolada endi. Qanaqa bo'lsa shunaqa bo'lishi kerak, tamom. Hayvoniy Galma-galdan gaplashmasdan, ha. Da, eshitsangiz gapingiz bo'lishi mumkin. Keyin siz meni gapim bo'lsangiz, deb gapni tugatib olasiz. Hammasi konteksti bor. Ketu o'shunaqa narsani ular tushunmagan. Sizga rahmat demoqchiman. Shuni qadriga yetib, bu yubileyniy deyapsiz-ku. Da. Bu menga kattakon plyus siz tarafdan. Rahmat sizga shuning. Eng muhimi, tomoshabin mana bunaqa narsalarning qadriga yetish kerak, mana bunaqa narsani obyektivni, noto'g'ri deb bilish kerak degan narsani ommaga yetkazish bizning maqsadimiz.